hammamiz bu eshikdan kirib narigi eshikdan chiqib ketishga hukm bo'lganmizda. U dunyoga hech kim hech narsa olib keta olmaydi. Lekin bugun biz juda uzoqlarda o'ylaymiz. Biz shoshilib ketib, hatto hozir shunaqaki yosh yigitlar bilan gaplashsangiz, hammada diqqatchilik bor. Nimaga? Chunki juda ham katta orzu-havaslar ichiga kirib qo'yganmiz. Juda orzu-havasimiz katta. U qilishimiz kerak, bu qilishimiz kerak deb inson o'zini o'zi baxtsiz qilib oladi. Agar ne'matlarga yaxshi qarasa, eng baxtli odammiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar-ki, ertamat turganingda taning salomat bo'lsa, oilang tinch bo'lsa, bir kunlik taoming bo'lsa, butun xazinani kaliti senda deydilar. Hammamiz qo'limizda shunaqa. Lekin inson ba'zida ne'matlar ichida ne'matni fahmlamay qoladi. Shuning uchun rizq topaman ekan deb harom harijga kirib, o'g'rilik, yolg'onchilik, firibgarlik, poraxo'rlik nimaiki bo'lsa ham qilaveraman deyotgan bo'lsa, bir kun uni javobi bor azizlar.